Bo'lmasalar ham majburlab yedirgin Shabnam. Men ovqat olib kelaman hozir. Yo'q, hech narsa o'tmaydi bolam hozir. Qor yog'ganini qarang. Hozir kelaman. Juda chiroyli. Tamanim yog'yaptimi? Turkiyada ham yog'may qo'ygandi. Anchadan Tog'am bilan bizda to'yimiz bo'ldimi? ho, Barno opa? bo'ldi. To'yga qiziqishmadi. To'yga borgan ekanlar. Oyim haydorishibdi. Oyim rosa tinmay yig'ladilar. Uxlab qoldilar. Keyin aro ichdilar. Men bilmadim-da, oying borgan. Kasal bo'lib qoldilar. Uylaringda hech narsa yo'q ekan. Qorning ochdimi? Qornim ochdi, ovqat bering. Pul bering, do'kondan olib chiqaman o'zim. Tog'ang bozor qilib keladilar. Hozir tog'ing kelsin. Voy. Men shoshganimdan pulim olib chiqma. Ana aytdi. Yo'q, u pul oyiniki, bizaniki emasdi. Oyimniki-ku. Yo'q, birovning pulini ishlatib bo'lmaydi. Barku tortmadi. Oyim puli. O'lganlar. Oyim. Siz bormi? Uni so'roqsiz ishlata olmaymiz. Seni oying o'lmaydilar. Meni ham oyim olib qolmaydilarmi? Oy 3-4 kun kasalxonada yotadilar, keyin chiqadilar. Oddiy shamollab qolganlar xolos. Hozircha tog'ingga telefon qilamiz-da. Oying hali seni to'ylaringni ko'rish kerak. Hop. Kartaga pul tashlasalar, billa bozorlik qilib chiqamiz do'kondan. Xo'p, tog'ing keyin. Allo. Orif aka. Baloyam bo'lmaydi unga. Yaxshimilar? Bo'ladi. Bordingizmi? Bordim. Deyam qolmabdi. Pul tashab qo'ya olasizmi? Shoshib chiqqanimdan pul ham olmabman o'zim. Xo'p. Abuzarning qorni och, men uyda hech narsa yo'q ekan. Xo'p. Kerak bo'lsa yozib hozir olib chiqaman o'zim. Qoldim. Hozir 10 minutda kiraman. Bozorlik qilib chiqardik. O'zim kelib. Go'sht. Nima ovqat qilib bering? Tog'aylar o'zlari kelayotgan ekan. Birga qilamiz, a? Bo'ldi. 5 tasha. Kartoshka bilan. Yo'q, qayerga ketaman? Ko'pchilik seriallar katta shov-shuv va portlashlar bilan hayratga soladi. Lekin Rangsiz gullarning 109-qismi bizni shunchaki pichirlash bilan parchalab tashladi. Bu qism shuni isbotladiki, uydagi eng baland ovoz bu kutishdan charchagan va umidini uzgan ayolning sukunati ekan. Nega biz uzoq kutgan o'sha katta qismimiz kelganda o'zimizni mehmonxonada emas, go'yo qabristonning o'rtasida turgandek his qilyapmiz? 109-qism bizning yuragimizni sug'urib olish uchun baqir-chaqirlarga, dramatik tarsakiylarga yoki uchib yurgan likopchalarga muhtoj bo'lmadi. U ancha halokatliroq narsani ishlatdi. Bir-birini sevsa-da qanday qilib rostgo'y bo'lishni butunlay unutgan ikki insonning dahshatli sukunati. Bu tuganlanmagan gaplar va faqat g'urur qolgan psixologik jarohatlar mahorat darsidir. Orif haqiqatdan ham o'z prinsiplariga ega odammi yoki u og'zidan chiqadigan birinchi so'z hali o'zi tayyor bo'lmagan iqror bo'lib qolishidan dahshatga tushayotgan qo'rqoqmi? Bu qism bizga Rangsiz gullar olamida sevgi mavjud bo'lishi mumkinligini, lekin baxt allaqachon chamadonlarni yig'ib binoni tark etganini eslatadi. Biz tuyg'ular og'riqli darajada haqiqiy bo'lgan, lekin ular haqida biror narsa qilishga jur'at topilmagan voqeani kuzatyapmiz.
Rejissyor haqiqatdan ham kimdir portlamasidan oldin biz bu qadar kuchli keskinlikka bardosh bera olamiz deb o'ylaydimi? Yoki reja bizni qahramonlar bilan birga shu hissiy sayohatda bo'g'ib o'ldirishmi? Rangsiz gullar haqidagi serialda eng yorqin rang bo'lib qolgan narsa bu ikki insonning bir-biriga hatto gapirmasdan ham ozor berishining turli xil usullari ekanligi naqadar achchiq kinoyadir. Agar Orif nikohini saqlab qolish uchun birorta belgi kutayotgan bo'lsa, Barnoning sukunati aslida u eshitishi mumkin bo'lgan eng baland ovozdagi alvido ekanligini nahotki tushunmasa? Barnoning 109-qismdagi holatini ko'rib, unga yilning eng chidamli ayoli mukofotini berish kerak deb o'ylaysizmi? Adashasiz, chunki bu yerda gap chidash haqida emas, balki butunlay so'nib bo'lgan umidlar haqida ketyapti. Bu qismda Barno Gul baqirmadi, g'azablanmadi va hatto ko'z yosh ham to'kmadi. Nega? Chunki u allaqachon yig'lab bo'lgan, kutib bo'lgan va o'zini tushuntirishdan butunlay charchagan. Uni kuchsiz deb o'ylayotganlar uchun achchiq bir haqiqat bor. Ayol kishining sukunati bu uning eng dahshatli qurolidir. U endi shunchaki yashab qolish rejimiga o'tdi. U hali ham sevadi, lekin endi hech narsani kutmaydi. U eshitadi, lekin endi ishonmaydi. Lablaridagi o'sha soxta tabassumni ko'rdingizmi? U ko'zlariga yetib bormaydi, chunki uning nigohlari allaqachon muzlab bo'lgan. 109-qismning eng kuchli sahnasi Barnoga gapirish imkoniyati berilganda u jim turishni tanlagani bo'ldi. Bu shunchaki xarakter, balki bu o'z ichki dunyosini qulflashdir. U gapirish hech narsani o'zgartirmasligini va eski jarohatlarni faqat qonatishini tushunib yetdi. Bravo Barno! Orifni jazolash uchun unga baqirish shart emas, unga shunchaki yo'qligini ko'rsatib qo'yishning o'zi yetarli bo'ldi. Isbotlashga urinishdan to'xtagan ayoldan ko'ra xafaliroq narsa bormi bu dunyoda? Barnoning jimgina ovqat suzishi, jimgina choy qo'yishi va jimgina xonadan chiqib ketishi bu Orifning hayoti uchun berilgan eng og'ir hukm emasmi? Sevgi bor joyda har doim talab bo'ladi, lekin Barno endi hech narsa talab qilmayapti. Bu esa sevgining so'nggi nafasi demakdir. Agar Barno o'zining so'nggi so'zini aytish o'rniga shunchaki jilmayib qo'ygan bo'lsa, bu Orifning barcha yolg'onlari uchun berilgan eng shafsiz javob emasmi? Orifning bu qadar kechikkan pushaymonligini ko'rib, odamning kulgisi keladi. U xuddi poyezd ketib bo'lganidan keyin vokzalga bilet ko'tarib kelgan odamga o'xshaydi. Shunday emasmi? 109-qism nihoyat Orifning eng katta va eng ayanchli zaifligini fosh qildi. Bu uning cheksiz ikkilanishi va qo'rqoqligidir. U o'z xatolarini tushunib yetdi. Buni ko'zlardan ko'rib turibmiz, lekin tushunish bu hali tuzatish degani emas-ku. U gapirmoqchi bo'ladi, og'iz juftlaydi, hatto uzr so'rashga chog'lanadi, lekin har safar nimadir uni to'xtatib qoladi. Bu nima? Erkaklik g'ururimi yoki shunchaki rad etilishdan bo'lgan hayvoniy qo'rquvmi? Orif Barnoning ko'zlariga qarab, "Meni kechir" deyishdan ko'ra, mingta yangi yolg'on to'qishni afzal ko'radigan odam bo'lib qolgan. Nega u har doim eng kerakli soniyalarda tilini yutib yuboradi? U haqiqatni eshitishdan qo'rqyaptimi yoki hamma narsa uchun allaqachon kech bo'lganini bilib bo'lganidanmi? Uning bu holati rangsiz gullar muxlislari uchun ham sabr imtihoniga aylandi. Qachon bu odam o'z niqobini yechib, haqiqiy insondek harakat qiladi? Uning har bir soniya kechikishi Barnoning qalbidagi so'nggi umid uchqunini o'chirib borayotganini nahotki tushunmasa? Nega u har doim voqealar ortidan chopadi, hech qachon ulardan oldinroq harakat qilmaydi? Uning pushaymonligi xuddi yomg'irdan keyin chiqadigan quyoshdek, chiroyli, lekin allaqachon hamma narsa ivib, barbod bo'lib bo'lgan. Agar Orif o'zining bu kechikkan pushaymonligi bilan Barnoning ko'nglini yana ovlay olaman deb umid qilayotgan bo'lsa, u Barnoning ko'zlaridagi o'sha muzdek nafratni hali ko'rmaganmikan, yoki u allaqachon o'z o'rnini boshqa birovga bo'shatib berishga ruhan tayyormi? 109-qismning rejissyori biz bilan haqiqiy psixologik o'yin o'ynadi va ochig'ini aytsak, u bu o'yinda g'alaba qozondi. Nega bu qismda dramatik muloqotlar kamligini hech o'ylab ko'rdingizmi? Chunki ba'zan so'zlar shunchaki ortiqcha bo'lib qoladi va rejissyor buni juda yaxshi tushungan. 109-qismning haqiqiy bosh qahramoni Orif ham Barno ham emas, balki o'sha o'ldiradigan sukunat edi. Bu qismda uzoq davom etgan pauzalar, sekin harakatlar va
va hech narsa sodir bo'lmayotgandek tuyulgan, lekin aslida hamma narsa hissiy jihatdan ostin-ustun bo'lgan sahnalar bizni o'ziga bog'lab oldi. Bu sukunat shunchaki bo'shliq emas, u keskinlikni oshirdi, og'riqni chuqurlashtirdi va tomoshabinni noqulay ahvolga solib qo'ydi. Yumshoq va xira yoritish esa qahramonlarning ichki bo'shlig'ini mukammal aks ettirdi. Kamera ko'pincha qotib qolgan, go'yo u ham Barno va Orifning dardidan qochib keta olmayotgandek. Barnoning sukunati va Orifning kechikkan pushaymonligi bizni 110-qism oldidan juda og'ir holatda qoldirdi. Bu sukunat uzoq davom etolmaydi, chunki har qanday bosimli qozon ertami kech portlaydi. Keyingi qismda bizni nima kutmoqda? Orif nihoyat o'sha so'nggi yolg'onni yig'ishtirib Barnoning poyiga yiqiladimi? Yoki Barno bu rangsiz tuman ichidan butunlay chiqib ketish uchun so'nggi qaytmas qadamni tashlaydimi? 109-qismdagi o'sha so'nggi uzoq davom etgan nigohni eslang, u yerda sevgi bor edimi? Yoki shunchaki bir-biridan butunlay voz kechishga tayyorlanayotgan ikki begonaning so'nggi alvidosimi?